Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar? Bu xolasi o'qduvol kuydiryapmiz hozir. Ko'rishingiz mumkin, hozir 1 metrdan oshiq ko'lanib, turpog'i tugamayapti. Endi hozir bunga biz mana shunaqa yechim qildik. Mana hozir stakan 70 ga 70 ko'latib yuboryapmiz. Buni o'sha qattiq joygacha ko'lashdi. Tagiga 18 lik to'rttali armatura 60 sm ga to'qib tashalyapti. Har 5 metrga bittadan stakan ko'latib yubordik. Endi mana shuni hisobiga turpog'ini hammasini olib tashlash shart emas. Hozir buni turpog'i tugamayapti buni. Mana shu o'qduvol masalasida hozir uylar masalan 300 500 dan bo'lib ketayotganligi hisobiga hamma katlaman ko'layapti, podval qilaman deyapti. Shuni hisobiga qo'shniga keyin orqa tarafdan katlaman ko'layman desa, mana shunaqa beton quydirishlarini tavsiya qilaman. Bemalol katlamanni ko'laveradi, duvorlar o'ntalib ketmaydi. Mana shunaqangi problemali indig'ishlar zarur bo'lsa aytaverasizlar. Topshirib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.